Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Va'da berganimizdek bugundan boshlab xullas Uzun tumani ko'chalariga yurish qilamiz. 4 yil bo'libdi Uzun tumanini ko'chalarini ko'rmaganimizga. 4 yilda shu tumanda nechta o'zgarish bo'lgan, hammasini ko'rib chiqamiz. Faqat bugungi ishimiz sentralniy ko'chada yurish bo'ladi. Mana bu Sariosiyo tumanining boshlanishi bu yerda. Mana bu narsa yo'q edi. O'rtoqlar, shu yerdan sanaymiz. Bitta ikkita ko'zimiz ilg'amay qolsa yoki ko'rmay qolsak yangiliklarni kommentariyaga yozib ketasizlar. Birinchi o'zgarish mana shu yerda o'zidan boshlanyapti. Keyin ko'p ko'chalarni olishga harakat qilmaymiz, chunki odamlar zerikib ketadi, uzoq bo'lib ketadi videomiz. Mana bu yerda ikkinchi o'zgarish, mana yerda bitta uzun qishloq degani bordi, uni olib tashlabdi. Kamera. Ikkinchi o'zgarish. Mana yerda shitni qo'ygan. Vokzaldan yoki Xalq yo Agrobank, xullas kollej повороtigacha piyoda borishga harakat qilamiz. Mana yerdagi kameralar ham o'zgarish. Yo'g'ida 50 ga qo'yilgan. Bu uchinchi o'zgarish. Endi yo'llarni-ku hisobga olsak ham 4-inchisi ham bo'ladi yoki hisobga olmasak 3 bilan ketyapmiz hozir. Lekin yo'llarni ham hisobga olish kerak. 4-inchi o'zgarish mayli. O'rtoqlar, juma kuni kechasigacha qarayman, qaysi mahalla ko'p ovoz olsa, qaysi mahalla ko'cha. Masalan, Chaqarmi, Eshonqishloqmi, Ertesmi, Malandiyonmi, Yangi Ro'zg'ormi farqi yo'q. Uzun tumanini yoki Sariosiyoni ham farqi yo'q. Eng ko'p ovoz olgan mahallaga borib yurish qilib, chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Xo'p, mayda-mayda ko'rsatib o'tamiz yangiliklarni. Mana bu zapravkalar yo'q edi. 5-inchisi bo'ldi. Mana bu yozuvning o'rnida Uzun tumani qishlog'imidi qilib qo'ygan edi. Xullas buni sanadik. Shu bilan 5-inchisi bo'layapti. Bitta orqaga ham nazar solamiz mayli. Mana kirib kelish. Mana bu yerda endi ochilgan edi, mana sammoyka bo'lgan. Xo'p, 6-chi o'zgarish. Odamlar o'zlari mashinalarni o'zlari yuvadigan joy. Sangardagi ko'cha. Uzun kundan kun ko'rkamlashib boryapti. O'zgarishlar katta, aholi soni o'syapti. Tovar aylanmasi deydigan. Maydigina detallarni ham olamiz. Mana yer chuqurcha edi. Mana yerda ham tekislabdi. Zo'r yo'l qilgan, mana asfalt qilgan. 6-inchisi bo'layapti bu. Agar videoda kamchilik yo bir tushunmovchiliklar bo'lsa, yo men adashgan bo'lsam, oldindan uzr. Yevrostroy bor edi. Mana bu yerda lekin akva chiqaradigan sex ochilibdi. Xo'p, metan gaz zapravka. Mana bu ko'prik maydagina edi. Bu ko'prikni mana zo'r qilib qurishibdi. Mana bu yerda piyodalar o'tadigan joyi ham keng qilib qurishgan. Bu eng katta yangiliklardan bittasi mana shu. Mana dahshat chiroyli qilib o'tiladi. Zo'r bo'pti lekin mana shu yeri chuqur edi. Uni go'lib betib o'tib ketardi ana yerda ham mashin. Katta yangiliklardan bittasi shu mana. Ko'prik 7-chi bo'lgandan keyin mana bu yerda qaranglar, piyodalar yo'lakchasini qilishyapti. Xudo xolasa parkgacha ketadi deyapti. Ham piyodalar, ham velosiped, ham yoritgichlar qo'yib ketamiz deyapti. Xullas bu ham xo'p 6 bo'lsa 7, 8-inchisi bo'lar ekan. Piyodalar yo'lini
davr to'yxonasi. Bular o'zi bor edi. Keyin mana bu yerda sammoyka ham ochilibdi. 8 bo'lsa 9. Surayim deyman. Mana 8-inchisi shu endi dalish ketadi bu. Bu yerda yana qo'shilar ekan. Ozgina qo'shilib ketadi deyapti. Xudo xolasa mana bu yerlar asfalt bo'ladi. Kengayib qoladi bu ko'chalar. Bu tomonlar oldindan bor edi. Mana yurish ko'targan, baland qilgan, hali narigi tomoniga latok tushadi deyapti. Bu tomoniga ham ariq bo'ladi. Mana bu yerga qo'shiladi. Xullas, bu yoqni ham dahshat qilyapti. Sakkiz midi, 9 midi odam esidan chiqarib yubordi. Oldin buni kollej bo'lardi. Hozir buni texnikum qilgan. Bu ham bir o'zgarish. Kollejda 10 ta bo'ldimi? Yo 9 ta bo'ldimi? Xullas 10 ta deb men hisoblay. Mana bu yerda shirinliklarni ham o'rgatadi, ham ashirda pishirib sotadigan sex ochilgan. 11 ta bo'ldi. Men mana shu yerni yaxshi ko'raman. Chunki shu yerdan to'g'ridagi parkdan keladigan mashinalarni haligi insonni ko'zi quvonadi-da harakatlanayotgan narsani ko'rganda. Malandion favorati, Malandiondagi muxlislarimiz bo'lsa, salom deb qo'yamiz. Yana bitta katta o'zgarish bo'layotgan edi. Uzun City qurilayotgan edi. Bilmadim, endi qanaydir sabablarga ko'ra to'xtatildi hozir. Endi unga biz hech nima deya olmaymiz. Bu ham katta o'zgarish bo'layotgandi, mana qurilish. Mana bu do'nglik yo'qdi. Agar shu ham o'zgarishga kiradigan bo'lsa, bitta o'zgarish 12 ta bo'lib ketadi. Turon stadioni. Stadionga ham biron kun kelamiz, bir aylanib. Ko'pchilik shu mehmonxonani ham so'raydi. Havas mehmonxonasi. Narxlari arzon. Mehmonlar bo'lsa kelib turishlari mumkin. Xo'p. 13-o'zgarish. Kamera. Biz lekin narigi katta ko'chadan yurdik. O'z odatda piyodalar bu yerdan yuradi. Piyodalar yo'lini ham bir ko'rsatib qo'ysak. Mana bu daraxtlar hali kundan kun o'syapti. Xudo xohlasa juda zo'r joy bo'ladi bu yerlar. Eng zo'r joyga kelyapmiz. Mana uni lekin dahshat katta o'zgarish qilgan parkda. Bu eng katta o'zgarishlardan, xuddi haligi ko'prikda o'zgarishlardan bittasi. Yuradigan, dam oladigan, cho'tka qilgan, kechasi maylar yonadi, maroqli. Bu ham 13-o'zgarish. Shu uzun, mana uzun. Bu yerda lekin o'tirib dam olsa ham bo'ladi. Kechki payt mana yerda sayr qiladigan qilib qo'ygan. Chiqib olib odamlar o'tirib bola chaqasi bilan aylanadi. Skameykalari sonini ko'paytirgan. Molades. Endi bitta kamchiligini ham aytib o'tamiz, mayli. Bu yerga iloji boricha mana bu yerdan tok kelgan ekan, bitta telefon quvvatlaydigan qo'yib qo'ysa, odamlar telefonni ham quvvatlaydi. Bu eng zo'r narsa. Iloji bo'lsa mana shu yerga bitta Wi-Fi da o'rnatsa, kechki payt
Parkda o'zi bitta katta tema. Dahshat bo'lib. Kechki payt mana yerda kinoteatr qo'ygan. Ho, o'naka. Kino oladi bu yerda. Kino beradi degani ko'rsatadi. Bu yoqqa ham xudo xolasa biron kun kiramiz. O'naka. Mana bu yerda qanaqadir haykalcha bor edi. Eslayman. Mana shu yerdan ham bitta orqaga bir kadr qilsak, chotki berilar ekan, quyosh tushib turgan ekan u. o'n uchmidi, 12midi esda ham qolmadi. Xo'p, mayli 13 deymiz. Mana bu katta o'zgarish, mana hayot. Medical nimasi ekan? Nima deydi endi buni? Kardiolog ham bor ekan. Shifoxona deydimi, ochilibdi. Keyin mana Osiyo. Osiyo ham katta o'zgarish bo'lgan. Bu 14. Islombek. Xo'p, bu 15 bo'ladi. Eski Istanbul klubda mana Marokand restoraniga aylantirgan. To'y, tomosha, boshqa narsalar qilaman desalaringiz dahshat bo'lgan. Pulingizga yarasha, xudo xolasa bu yerga kelib bir kun yana mehmon bo'lamiz. Menyulari ham zo'r, Instagramda nimasi bor? Kirib menyulari bilan ham tanishlaringiz bo'ladi. On 15 edi, mana bu 16 bo'lyapti, ishonch. Mana bu tomonlar opshi hammasini hisoblasak 16 yo 17 o'zgarishlar bo'ladi. Bu yerda ancha katta o'zgarishlar bo'lgan. Bu eski avtoshoh bekat. Bizning hamkorimiz Artel. Xudo xolasa bu yerda yozgi qaynoq aksiya ketyapti ekan. Kirib bir aksiyalar bilan ham tanishamiz. Mana yerda ham yo'lak qilibdi mana. Bu 17si bo'ladi bo'lmasa. Lekin baribir ko'pchilik narigi tomondan o'rgangan, men ham narigi tomonga qandaydir oyog'im tortib ketyapti-da. Mana. Hamma narsani tomosha qilib o'tasizda. Gullar, tortlar. Barnopani sexi. Arzon tortlardan qiladi. Ular juda shirin. O'zim ko'proq ham sherdan tort olardim tug'ilgan kunlarga. Bu burilish. Birinchi maktab burilishi. Markazlardan bittasi. Mana shu uyni qurib zo'r qildi lekin. Bu yerdan yuraymi yoki mana bu yerdan yuraymi? Faqat mana shu yerda bitta kamchiligi bor ekan, piyodalar yo'lini sal tekislab qo'ysa chotki bo'lar ekan bu yerda odam chiqadigan qilib. Modellar lekin zo'r bo'libdi. Xo'p, 16 bilan ketyapmiz hozir. Bu yerlar yo'q edi-yu. Mayli, bularni ham hisoblasak 17 bo'ladi. Chorraha. Bu yerda bitta kamera qo'yilgan ekan. 17 mi? Bu tomonga xudo xolasa biror kun yurish qilamiz, bunday aylanib. Shu yerdan shuni u tomonlardan ham bir olib qo'ysak, sog'inganlarga. On 17 bilan ketyapmiz. O'rtoqlar, yana aksiyani haligi nimani aytamiz? Kommentariyada eng ko'p ovoz olgan mahallaga xudo xolasa yurish qilamiz. Obunachilar ko'pligidan 17 tamidi. Xo'p,
Yana bitta o'zgarish, mana bu yerdagi bozor ochilgan. Oldin bozor yo'q edi. Ali Imron turardi. 18 ta bo'ldimi? Bergan biron kun bir kelamiz aylangani. 18 ta. Qaynoq joylardan yana bittasi. Most oldi. Ana bu yerga biror kun bir sayohat uyushtirishimiz kerak. Bozor ham zo'r o'zgargan lekin. O'sha mashhur most. Uzundi. Bu ko'chalar ham kengayapti mayda asta-asta. Mana bu yerlar bormidi, yo'qmidi esla olmayapman. Menimcha yo'q edi. 19 bo'ladimi, 20 bo'ladimi, kallayam achib ketdi o'zi ham. Xo'p. Mana bu yerlar 21, 22, 23 ketdi. Ho, ana u 24 bo'ladi. Mana akamiz tushib qolay dedi. Videoga 24 ta bo'ldi. Chotki qilib lekin berlardan hammasini qurib tashlab. Qayerga ketyapti bu? Yo, Toshkentga ketyapti bu. Toshkentskiy poyezd. Konditsioner ishlamaydi dedi, lekin konditsioner ishladi. Men o'zim lichni keldim. Konditsioner ishlab keldi. Yaxtakkina keldik lekin. Sino dorixonasi. Xo'p. Men bu vokzalda qurilishi bo'layotgan payt ketgan edim. O'zi bitgan edi, lekin ochilish marosimini yo boshqa narsasiga men ishtirok etmadim. Lekin vokzal ham zo'r qurilgan. Kirib o'zim ko'rdim. Boshqa bolalar chiqargan. Bu endi yangilik emas. Bunda olib qarasa bor edi, qurilayotgan edi. Lekin qo'shsak 26 midi, 27 midi? Mana kay. Yana bitta katta o'zgarishlardan bittasi. Bu 28 deymiz buni mayli. Bu ham ochilish marosimiga Xudo xolasa qatnashamiz. Zo'r bo'lyapti. Ijaraga ham berilar ekan. Tez kunda savdo markaziga tushadi. Kim nima desinu, lekin Uzundi vokzali ham bu bir faxr bu. Vokzal, temir yo'l bu. Bu katta boylik degani. Madaniyat bo'limi, konsertlar bo'lar ekan bu yerda, o'yin kulgular bo'lar ekan bu yerda. Faqat aka, yaxshimisiz? Moliya. Hali ham sherdami yo'qmi bilmayman. Bir vaqtlar ishim tushgan edi. Ancha bo'ldi bu yoqqa kelmaganimizga. 4 yillar bo'ldi-yu. O'ttizinchi o'zgarish. 29 mi? Bu yerda ham qaranglar, mashinalarga avtoservislar xizmat ko'rsatadigan qilib qo'yibdi. Chotki bo'pti bu yerda.
xalqimizga, odamlarga foydasi tegadigan joylarni men yaxshi ko'raman-da. Xavfli burilishlardan bittasi. Mana shu yerlar. Xo'p, yana bitta katta o'zgarishlardan ko'pchilik uzunliklar xabari bor. Xalq banki xo'p pastroqda edi. Hozir shuni mana bu yerga ko'chirgan mana Xalq bankini. Xalq bankini shaqa ko'chgan. Xolos bu ham bitta katta o'zgarishlardan bittasi. Mana shu yerdan bitta syomka qilib olib, keyin katta ko'chaga chiqamiz mana. Uzunda eng abonenti ko'p bank Agrobank hisoblanadi. Chunki juda ko'p pul aylanmasi ham, ko'p kartalarni ko'p kuzatyapman. Ko'p buni qo'lda Agrobank. Yedinni eng zo'r katta banklardan bittasi mana. Agrobank. Qoyil. Mana shu joylarda uzunda ko'raman deb o'ylamadim. Ikkita mana nimalarga parkovka joy qilib qo'yibdi. Bosh bo'lsin lekin. Agrobank. Sharshara mehmonxonasi. Bu yerda ham kirib bir kun obzor qilishimiz kerak, narxlar bilan tanishishimiz kerak. Grand Mebel. Bino arendaga ijaraga berilar ekan. O'rtoqlar, kimda arenda ijaraga bino kerak bo'lsa mana. Xalq banki, eski Xalq banki. Xo'p, 30 ta sanadik hozircha. Mana shu yerda uzoqdan bir kadr qilaylik, katta bo'lib ketdi, 22 minut bo'lib ketdi. O'ttiz bir. Dahshat qurib qo'yibdi o'zi ham lekin, ey. Qo'yil. Megastroy. Xo'p. To ikkinchi prezgacha borishga harakat qilamiz. 32 ta. Xo'p, mana bu yerda gazobloglar 33 ta. Telefon raqamlarigacha yozilgan. Zaporojni chiqarib qo'yganmi? Tepaga chiqarib qo'ygan. O, qo'yildik avtomobilga deb. Uzunda sentrdan chiqayapmiz, mayda-mayda. Bugungi ko'rsatuvda 31 tami, 32 tami sanabmiz. Yangiliklarda 32 ta yangilik bo'lgan ekan 4 yil davomida. Bomurod Omonov bu ham katta nima. Xudo xohlasa bu yoqqa ham yurish qilamiz. Qaysi biror kun mostning nariyog'i bor. Mostning nariyog'i alohida tema, Jonchekka, Chaqar, Eshon qishloq hammasi alohida tema. O'rtoqlar, yana bir marta qaytarib o'taman. Eng ko'p ovoz olgan mahalla yo ko'cha juma kuni sanayman kommentariyada. 5 ta, 6 ta, 7 ta, 10 ta eng ko'pi nechta ovoz olgan bo'lsa, o'sha mahallaga o'zimiz yurish qilib, chotki xudo xolasa syomkani bosib beramiz. Mana bu yeri qurilishi tugamagan ekan hali, bo'lyapti ekan. Bu qurilish tugasa bitta bo'ladi. Mana o'rtoqlar, shaqacha keldik. Poyez yo'lgacha. Nariyog'i alohida tema, alohida mavzu. Havas, kommunizm tomonlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangi videolar chiqishda davom etamiz.